O, temon ishsan? Jakka yaxshimisan? Akyo'nak bilan sportifga yomon agitdik-ku. To'ydan eldingan sportivga ekan qarasam, sovuqda yarib tutdi. O'ydan nishab keladi bu sportifga. To'ydan eldin xotini 400 so'mlik giyintirasan-ku, shu vaqtda qaynanang sana sportivni qo'shib beradi. Shuni kiyib yursan keyin. Bizlar ham xotinni 17 millionlik giyintirganmiz, men sportifga qo'shib bermayan-ku. Men gelaman hozir ketdim, rahmat. Alo xotin, nechun meni to'yimda men sportifga qo'shib ketganman-san? Sen 17 million so'mlik giyintirib, 10 million qalin plan berganmiz-ku. Hamma o'zing nashrda uyga yo'qolib ketyapsizmi? Qo'ydi. Ha, tvorog dimatingam minib yotsan, opang bu yerda qisliq qilib yotdi, xotining o'zlarini yinashtirib yotdi. Ne gap bo'ldi? Aka, men to'yimda men sportifga ketmabdilar-ku. Hammanikini qo'shib bergan ekanlar. Temmi sportifga o'tirtdinglar. Shuning udim bormi ekan? O, shuning udim bor ekan, aka. Mana bir erkak yo'q bo'lib yurasizmi bu? Ha, sen tur. Xotin? Mana nechun sen hajakimda sportifga kelmayapsizlar? Vaqti sharoitimiz yo'q bo'lgan sportivga berib bilmaymiz. Asasan gelin yana girdim. Tezlashsin. Vajdan yinashtirib ikking ham surbedan, tushundingmi? Akanga barib ayt. Baxtiyar sportifga bermabsiz. Mana erkakga bo'lib yurasin boradi, axir 78-yilda sportifga.